Miya qonuniy bo'lgan davr. Oltin asrning asl siri. 8-12 asrlarda islom olami dunyoning so'zsiz intellektual gegemoni edi. Nega? Chunki u paytda Qur'onning tafakkur qil, dalil keltir degan buyrug'i ishlab turgan edi. U davrdagi olimlar Yunon faylasuflarining yozganlariga ko'r-ko'rona ergashmadi, balki ularni shubha ostiga oldi. Tajribadan o'tkazdi va xatolarini to'g'riladi. Ibn al-Haysam olimning vazifasi har qanday matnga shubha bilan qarash va uning xatosini topishdir degan edi. Ya'ni tanqidiy fikrlash islom ummatining asosiy motori edi. Lekin bu erkinlik mullalarning hokimiyatiga raxna sola boshladi. Odamlar tabiatni, koinotni o'rgangan sari din nomidan gapiruvchi chala mullalarga muhtoj bo'lmay qolayotgandi. Shunda mullokratiya o'z imperiyasini saqlab qolish uchun tarixdagi eng mudhish tormozni bosdi. Mullokratiyaning tarixiy jinoyatlari. Mullalar ilm-fanni qanday o'ldirdi? Ular buni asta-sekinlik bilan din niqobi ostida amalga oshirishdi. Ijtihod eshiklarining yopilishi, aqlning qamoqqa olinishi. Mullalar ijtihod, ya'ni izlanish, yangi fikr ishlab chiqish eshiklarini yopildi degan mudhish qonunni o'ylab topdi. Ular oldingilar hamma narsani o'ylab bo'lgan. Endi bizning vazifamiz faqat ularga taqlid qilish, ya'ni ko'r-ko'rona ergashish degan fatvo berishdi. Shu bilan islom olamida yaratuvchanlik o'ldi va yodlash, qaytarish davri boshlandi. Sababiyat qonunining inkor qilinishi. Mullokratiya ichidagi radikal oqimlar, ayniqsa kalom ilmida, fizika qonunlarini inkor qila boshladi. Ularning uqtirishicha, olov paxtani kuydirmaydi. Bu fizik qonuniyat emas. Xudo xohlasa kuyadi, xohlamasa yo'q. Agar tabiatda hech qanday qonuniyat bo'lmasa, sabab va oqibat bo'lmasa, fizikani, kimiyani yoki tibbiyotni o'rganishning nima keragi bor? Miyaga qo'yilgan mana shu bitta virus musulmon dunyosida ilmiy tadqiqotlarni tag-tugi bilan yo'q qildi. Bosmaxonaga qo'yilgan 300 yillik taqiq. Yevropada Gutenberg bosmaxonani ixtiro qilib, ilm-fan kitoblarini millionlab nusxada tarqatayotgan bir paytda islom olamida nima bo'ldi? 1485-yilda Usmonlilar imperiyasida mullokratiya, ya'ni ulamolar va xattotlar Sulton Boyazid II ga bosim o'tkazib, arab harflarida kitob chop etishni qat'iyan man qiluvchi fatvo chiqartirdi. Ularning bahonasiga ko'ra, muqaddas harflar mashinada bosilsa, din buzilar edi. Aslida esa ular ma'lumot ustidan monopoliyani yo'qotishdan qo'rqishgan. Bu taqiq qariyb 300 yil davom etdi. Yevropa 300 yil davomida ilm-fanda kosmosga qarab uchdi. Islom olami esa qorong'ulikda qo'lyozma ko'chirib o'tirdi. Taqiyuddin observatoriyasining vayron qilinishi. 1577-yilda Istanbulda o'sha davrning dunyodagi eng zo'r observatoriyasi qurildi. Taqiyuddin ismli buyuk astronom sayyoralarni kuzata boshladi. Lekin 1580-yilda mullalar rahbari Shayxul Islom Sulton Murod III ga xat yozdi. Osmon sirlariga ko'z tikish baxtsizlik keltiradi. Bu observatoriya vabo tarqalishiga sabab bo'lyapti. Natijada nima bo'ldi? Koinotni o'rganishga buyurgan Qur'on qolib ketdi va dengiz flotidan to'plar otilib, butun boshli observatoriya yer bilan yakson qilindi. Agar bugun kimdir o'tmishdagi olimlar bilan maqtanib, lekin hozirgi kunda aqlni ishlatma, fatvolarga ergash deya sizni bo'g'moqchi bo'lsa, shu tarixiy faktologiyani ishga soling. Siz bugun Ibn Sino, Beruniy va Al-Xorazmiylar bilan ko'krak keryapsiz. Lekin agar shu olimlar bugungi kunda yashaganida, sizning mullokratiyangiz ularni dinbuzar, faylasuf, kofir deya e'lon qilib, toshbo'ron qilgan bo'lardi. Islom olami mag'lub bo'lishiga tashqi dushmanlar emas, aynan sizning ijtihod eshiklarini yopish va ko'r-ko'rona ergashish degan fatvolaringiz sababchi bo'lgan. Qur'on koinotni o'rganishga buyursa, sizning mullokratiyangiz Istanbuldagi observatoriyani to'pga tutib vayron qilgan. Yevropa bosmaxona orqali ilm tarqatganda, sizning mullokratiyangiz 300 yil davomida bosmaxonani harom qilib, ummatni jaholatda saqlagan. Bugungi qoloqligimiz
islomning emas, balki miyani kontrabandaga aylantirib, o'ylashni taqiqlab qo'ygan mullokratiyaning mevasidir. Biz yo Qur'onga qaytib aqlimizni yo'qamiz, yoki sizning fatvolaringiz ichida o'ralashib, tarix axlatxonasida qolib ketamiz.